Assalomu alaykum, EK Media kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Ra'no Yarasheva haqida. Ra'no Yarasheva Sayfullayevna 1961-yil 15-fevralda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilgan. Ra'no Yarasheva faoliyatini dastlab teatr sahnasida pardozchi vazifasida boshlagan. Ra'no Yarasheva 2 nafar farzandning onasi, turmush o'rtog'i vafot etgan. Komedik, tragedik va dramatik rollari bilan o'zbek xalqiga yaxshi tanish aktrisa oilada 4 o'g'ildan so'ng 5-farzand bo'lgan. Yoshligidan teatrda rol o'ynashni orzu qilgan ushbu iste'dod egasi 23 yoshida Toshkent teatr va rassomchilik oliygohiga o'qishga kiradi. O'qishni tamomlagach, dastavval O'zbek Milliy akademik drama teatrida pardozchi grimyor sifatida o'z faoliyatini boshlaydi. Bir necha yil o'tib, u ushbu teatrda Yorqinoy nomli spektaklda o'zining ilk rolini ijro etadi. Shundan keyin u birin-ketin turli filmlarda qatnasha boshlaydi. Ra'no Yarasheva Mehrobdan Chayon, Sohibqiron va Uvaysi tarixiy filmlardagi rollari bilan o'zbek xalqi orasida tanila boshlaydi. Bugungi kungacha aktrisa 30 dan oshiq film va spektakllarda ishtirok etgan. Ra'no Yarasheva o'zining boy ijodiy faoliyati davomida ko'plab filmlar va seriallarda turli rollarni ijro etgan. Quyida uning ishtirok etgan filmlari: Sevinch, Sevgi fazosi, Baxt qushi, Afsus, Feride, Vijdon, Qora ko'z, Mening akam bo'ydoq, Endi dadam bo'ydoq, O'zimdan o'zimgacha, Sevgi farishtasi 2, Ichkuyov, Telba, Shabnam, Kuzda gullagan daraxt, Poyma-poy, Oqpadar, Ayriliq, Hayot mamot, Chashma, Makalla dunyo, Ushalmagan orzular. Hozirda esa Majruh sevgi va boshqa seriallarda bosh rollardan birini ijro qilib kelmoqda. Ra'no Yarasheva aktrisalikdan tashqari she'r yozish bilan ham mashg'ul bo'lgan. Samarqand sog'inchi, Seni tashlab ketolmayman, Hajr she'riy to'plamlari, Ilohiy ishq qissasi, nasriy asarlari chop etilgan. Ra'no Yarasheva O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi hisoblanadi. O'zining aktrisalik faoliyati orqali 1999-yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlanadi. Hozirgi kunda ijodkor o'z faoliyatini Yodgor Sagdiyev boshchiligidagi O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirmoqda. Ra'no Yarasheva san'atga butun qalbi bilan sadoqatli bo'lgan aktrisa, har bir roli orqali tomoshabinni o'ylantira olishi uning sahnadagi halolligi va soddaligi bilan bog'liq. U o'zbek ayolining nafisligi va sabr-toqati va ichki kuchini ekranga va sahnaga ko'chira olgan aktrisalardan biri. U yaratgan obrazlar har doim yuraklarga yetib boradi. Yaratgan rollari, yozgan she'rlari, aytgan so'zlari bilan Ra'no opa ko'plab yoshlarga ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Ayniqsa sahna orzusida yurganlar uchun u namunadir. Aktrisa bo'lishi bilan birga u shoiradir ham. Bu esa uning ichki dunyosi, tafakkuri naqadar boy ekanini ko'rsatadi. Uning she'rlari ham sahnadagi obrazlari kabi samimiy va ta'sirchandir. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videomiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.